Kechirasizlar, mana bu ayollarning ustidan kulib va haqiqatdan seksist inson hazilini qilib turgan va undan mazza qilib turgan odamni basharasiz. He, men aytyapti. Ha, videoda o'zi bu opamiz boshqa odam haqida gapirgan edilar, lekin men kutim bilan sezyapman ushbu videodan keyin opa men haqimda ham xuddi shunaqa video chiqaradilar. Xullas, ideya topolmasdan Kreza va Geeklinerda konflikti haqida video qilmoqchi bo'lib o'tirganimda, botimga bitta bratan shu apachani videolarini tashlab qoldilar. Men esa kakras femkalar haqida video qilmoqchi bo'lib o'tirdim. Apamiz nimaga feminist bo'lish kerakligi haqida gapiryapti ekanlar. Feministka bo'lish uchun sabablar. Birinchi feministkalar sizni gapira olish, fikringizni bildirish, ovoz berish, xohlagan kiyimingizni kiyish, o'qiy olish va shunga o'xshagan ko'plab huquqlaringiz uchun kurashgan. Aha, tushunarli. Lekin butun dunyoda shuningdek, bizning davlatda ham qizlarning huquqlari erkaklarniki bilan bir xil. Hatto sizlarniki ko'payib ham ketgan. O'zbekistonda o'zida sizlar uchun subsidiyalar, grantlar ajratishyapti. Kiyinish desangizlar, fohishaga o'xshab ham kiyinib yuribsizlar-ku, to'g'rimi? Davlat miqyosida taqiq yo'q sizlarga. Ikkinchisi, feministka bo'lsangiz, siz o'zingizga bo'lgan nohaqliklarni tushuna boshlaysiz. Nimalarni o'zgartirishingiz kerak? Nimaga sizga aynan bunaqa munosabatda bo'lishyapti? Nima uchun siz prosta ayolligingiz uchun bunaqa standartlar bilan yashashga majbur etilganingizni tushuna boshlaysiz. Bala, ya'ni sizning fikringizcha, agar siz feministka bo'lmasangiz, bunaqa narsalarni tushunmaysiz, to'g'rimi? Feministka bo'lsangiz o'zingizga bo'lgan haqiqiy sevgini topasiz, chunki feministka bo'lganingizdan keyin erkaklarning fikrlashi va ularning standart xayollaridan chiqasiz va o'zingizni ichingizdagi haqiqiy xohishlarni topgan holatda o'sha bo'yicha hayotingizni qura boshlaysiz. Apajonim, men hozir tushunmayapman. Yoki siz normalniy sabab topolmayapsiz, yoki GPT aka sizga yozib bergan narsani to'g'ri yodlab ololmayapsiz. Qizi, oxirgi ikkita argumentingiz men uchun shunchaki bo'sh safsataga o'xshayapti. Sababi bu aytgan gaplaringizni teskari qilib erkaklar uchun ham ishlatsak bo'ladi. Apajon, oddiy statistikani ko'rsatib, menga feminizm kerakligini tushuntirish bu sal g'alati. Sababi hozir men ham o'tirib olib 10 tadan 3 ta erkak e'tibor kamligi uchun o'z-o'zini ban qo'yadi deyishim mumkin. Keyin biz O'zbekistonda yashaymiz. Nimaga siz bu yoqda Afg'onistonni qo'shyapsiz? Men tushunmayapman. Afg'onlarga pretenziyangiz bo'lsa, shunday cheres Surxondaryo o'tsangiz bo'ladi. Faqat qaytishda 7.64 mm teshik bilan qaytishingiz mumkin. Qaytishingiz ham ne fakt. Uchinchi muammongizga aybdor esa avstraliyalik rassom. Sababi u homiladorlar bilan eksperimentlarni kamroq qilgan. Umuman olganda, meni feminizmga qarshiligim yo'q. Iltimos, faqat erkaklarni yerga urib tashlamanglar va normalniy argumentlar keltiringlar. Ha, sizni ham ayrim videolaringizda normalniy fikrlar bor. Ha, men ham zo'ravonlikka qarshiman. Agar shunaqa oilada yashayotgan bo'lsangiz, iloji bo'lsa ajrashib ketish kerak. Lekin bir muammo bor. Agar u ayolda pritsepi bo'lsa-chi va o'zini boqa olmasa-chi, unda nima qilsin? Shu joyda patriotlik qilib, davlat yurtboshimiz befoydaga qizlarni o'qitilsin demayaptilar, deyishim mumkin edi, lekin rostdan ham shunaqa. Qizlarga ta'lim berish kerak, mustaqilroq bo'lishsin. Sababi ular terranlarga ilojsizlikdan tegmasinlar. Lekin qizlar jonlariga biz qancha mustaqillik bersak, ular oila institutiga shunchalar tupurib qo'yishyapti. Moral normalarni inobatga olish va bu meni ranjityapti. Yana xiyonat haqida ham bir ikki og'iz gapiribdilar opamiz. Xiyonat to'g'risida meni fikrim bitta, bu juda yomon narsa, umuman jirkanch narsa. Men umuman bu narsa tarafdori emasman va idite na. Bila, oila instituti shu uchun ham buzilib ketyapti. Bilmadim qayerdan bunaqa gaplar kelib qoldi miyalaringga, lekin bir narsani tushuninglar. Reali erkak oila uchun ayoldan kam vaqt ajratmaydi. Erkaklar ham oila quradiganda o'rtada karyerasini qo'yishi kerak. To'g'ri, balabol erkaklar bor, lekin jalab xotinlar ham mavjud. Shu uchun oila masalasida erkakda ham, ayolda ham pashti teng mas'uliyat bor menimcha. Anyway, I think I met him sometime before in a different life or where I Shu uchun ham qizlar 13 yoshda beremini bo'lishyapti. Keyin qo'shilaman. Qizlar bolalarga nisbatan oldinroq ulg'ayadi. Bu degani qizlar zo'r degani emas, bu degani qizlar tezroq qariydi degani. Shu uchun bolalar o'zlaringdan kichikroq qizga uylaninglar. Bila, fikrlashingizga sikayman vashi vahhoy. Keling serialkani buramiz. Menga ham poxu nechta ayol zo'rlanyapti, o'lib ketyapti. Axir bu yoqda qancha erkak oddiy muloqot kamligidan depressiyaga tushib, o'z-o'zini ban qilib yuryapti. Qanchadan qancha erkak oilasini boqish uchun itdan xarob joylarda ishlashyapti. Nima? O'zini funksiyasini bajarmoqchi emasmi bular? Da, hech kim sizlarni majburlamayapti. Gandon va antizachatichni degan narsalar bor. Agar unaqa narsalar yoqmayotgan bo'lsa, 3-4 marta podrяд vaginangiz atrofini MRT qilib o'rsangiz, tug'ish haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. Faqat bitta muammosi rak kasalligi degan narsa bor, lekin sizning maqsadingiz tug'maslik edi, shuning uchun men maslahat berdim. То, что ты мужик, поверь, у тебя сил не хватит со мной справиться.
Bunaqa femkalar O'zbekistonda yo'q deb yurgan ekanman. Tepada hamma o'zini tanlovi degan videoni chiqarib, keyin ketidan bu gaplarni sizlarga o'qtirishyapti deyish tupizm. Yo'q, kerakli vaqt fikrni o'zini foydasiga ishlatish bu vashcha intellektni manfiyligini ko'rsatadi. Bila, o'zi nimaga men siz bilan sporlashyapman? Shu yerda ham ayolligingiz bilinib turadi. Agar siz mendan 100 ming so'rasangiz va men sizga yo'q bermayman desam, lekin siz mani kashligimdan bu pulni olsangiz, bu o'g'irlik. Agar siz biror qizdan 100 ming so'rasangiz va u qiz ha yoki yo'q deyish javobini bera olmaydigan darajada mast bo'lsa yoki o'zida bo'lmasa, lekin siz o'sha pulni baribir ham olsangiz, bu Fohisha degani. agar u qiz 100 ming pulni kashligidan olib chiqib hammaga maqtanayotgan bo'lsa, Sani fohisha sinfdoshing degani. erkaklar bu misollarimni tushuna olgani yagona sababi ular shunchaki mana shu 100 ming pulni ayollarning tanasidan hali ham muhimroq ko'rishadi. Ну да, конечно, 100 ming ayollarning tanasidan ustun. 1 soatga ayolning tanasini ijaraga olsa bo'ladi u pulga. Faqat bitta kichkina muammosi bor, ya'ni speed degan muammo bor, lekin bu muammoni ham pul bilan hal qilsa bo'ladi. Faqat bu safar 100 mingdan sal ko'proq pul ketadi. Keyin sizlar emasmi erkak oyiga 1 million dollar topish kerak degan. Конечно, bizga pul muhim bo'ladi-da. Ну, da, to'g'ri aytyaptilar. Hamma ayol yomon haydovchi, bu fakt, lekin hamma erkak ham deyapsiz. Men shunda o'ylayapman. Dahxoya ayol fohisha, demak bu degani sizlarning logikalaringiz bilan dahxoya ayol degani bu hamma qismi shuchi hamma ayol fohisha, ya'ni bu meni ham logikam, tam anime musur degan videoyim olib chiqqanman. Shunda 80% agar musur bo'lsa, demak polni musur bo'ladi. Demak, ayollarning hammasi fohisha, erkaklarning hammasi vahshiy. Demak, bunaqa logika bilan o'ylasak, da, biladi, o'zimni gapimga o'zim kontra argument topdim. Nihoya men aqlliman jalab. O'zim bilan o'zim kurashaman naxuy. Okey, tan olaman, men qizlarga hasad qilaman. Yo, bilad, alaming keladi-da, sen bu yerda xarizma qilishing kerak, videoga montaj qilishing kerak, e'tibor berishing kerak. U yoqda bitta ko'tini lekilatib qo'ysa, dahxoya bokirbeklar so'lagini oqizib pul to'lab kuzatishadi. Yana bular o'zlaricha xafa, hayotdan siqilgan. Onasini ham o'zi ko'tini lekilatib qo'yib, emchagini ozgina ko'rsatib qo'ygani uchun bir kashi axlat oladi, bir kashi pul topadi, lekin hayotdan xafa. Undan keyin O'zbekistonda qonun bo'yicha tenglik mavjud. Madaniyatimizda esa erkaklar ustunligi ko'proq. Lekin Koreya va Yaponiya mentalitetida esa ayollarga munosabat bizdan battarroq bo'libdi. Men nimaga ayni Eron, Afg'onistonni misol keltirmaganimga sabab bu yerda dinni yoki davlatning rivojlanishini umuman daxli yo'q. Hamma joyda bu narsa bir xil ishlaydi. Bu muammo hamma joyda bor demoqchiman. Qizlarjonlar, kelinglar haqiqatni aytaylik. Men avvaldan sizlarni hurmat qilar edim. Lekin ushbu hurmatimga ko'tlaringizni artib tashlagansizlar. O'zini hayvondan battar tutadigan bolalarni oldiga o'zlaringiz urasizlar, keyin o'tirib hamma erkaklar hayvon, suda deysizlar. Shunga men sizlarga realniy rahmim keladi, behazil. Xafa bo'lmanglar, lekin ko'plaringizning tug'laringiz internetga vaginalaringizni sotish bo'la boshlayapti. Eng kulgulisi shu ishni ham erkaklar tortib ola boshlayapti. Men mazza qilayotganim g'arbda fohishalar yig'lamsirab OnlyFans'dagi axbatlari sun'iy intellekt bilan qiz bolaga aylangan bir erkak tufayli tushib ketganini aytib chiqishyapti. Bila, даже vaginalaringizni to'g'ri sotishni bilmaysizlar, borki. Bilasizmi nimaga erkaklar ko'p ishda yaxshi? Buni sababi erkaklar tug'ilganidan beri boshqa erkaklar bilan raqobatlashadi. Ularga boshqa iloj ham yo'q. Bu raqobat ostida stress va o'zini yo'qotish kabi xuyna narsalar kela boshlaydi. Bular uncha muhim emas. Keyin sizlarga yoshlikdan qiz bola unaqa bo'lish kerak, qiz bola bunaqa bo'lish kerak, qiz bola o'zini bunaqa tutish kerak deyishgan bo'lishligi mumkin va o'g'il bolalarga ham shunaqa deyishgan, faqat o'zlariga mos gaplarni, ya'ni erkak kishi unaqa bo'lish kerak, erkak kishi o'zini dadilroq tutish kerak, erkak kishi bunaqa demaydi, o'zini yaxshiroq tutadi, bir dadil gapiradi. Shunaqa gaplarni gapirishgan va men o'zi tabiatdan salgina yumshoqroq, bo'shroq bo'laman. Bu degani men gay degani emas, bu degani shunaqa o'zi tabiatdan sal yoshroq odam bo'lganman. Dobri deydi-yu endi sizlarning tilda. Ular shunaqa odam bo'lganman va juda ham ko'p gap eshitganman, tanbeh eshitganman, urushgan, balki shu uchun ham men yibban bo'lib qolgandirman. Bu sud bunda emas, xullas men yumshoqroq bo'lganman, menga yoqmagan bu narsa. Undan keyin men ortiqcha mas'uliyatni bo'ynimga olishni yoqtirmaganman, tem bo'lib birovning mas'uliyatini bo'ynimga olish umuman bu narsa men uchun kerak emas narsa. Lekin shu narsani tushunib turibman, shunda baribir men o'g'il bo'laman, ortiqcha mas'uliyat baribir bo'ynimga olaman, chunki ertaga oila qurishim kerak. Undan keyin prosta bizlarning mavjudligimiz uchun hech kim sevmaydi va meni hayotim jangdan iboratligini bilib turibman. Bu narsa fakt, lekin men chiqib olib erkak kishiga qiyin, erkak kishi unaqa, bunaqa deyish niyatim ham yo'q va demayman ham. Men shunchaki ikkala jinsni ham o'zini qiyinchiligi bor demoqchiman. Evolyutsiya davomida ikkala jins ham o'ziga kerakli xislatlarni rivojlantirishgan. Misol uchun qizlar og'riqni erkaklarga nisbatan kamroq sezishadi. Sababi ularda tug'ruq degan og'riqli period bo'ladi va shunga o'xshaydigan narsalar.
Qizlar, men sizlarga oson demayman. Men sizlarni juda hurmat qilaman. Meni o'zim rivojlanishni xohlaydigan, dunyo qarashi keng qizlarni juda yoqtiraman. Ochiq-sochiq kiyinayotgan qizlar uchun esa alohida bitta video qilaman, lekin sizga o'xshagan qizlar qatorida shalavalar ham ko'p. Bu narsa bo'lishi kerak menimcha, sababi progress bor joyda degradatsiya ham bo'ladi. Degradatsiya progressni ayrilmas qismi hisoblanadi. Yebat filosof. Men sizlarga real aytsam, men bu apachani hali ancha dayob qilishim mumkin edi. Hozir men bu apachani kelajakka olib qo'yaman. Xohlasa men haqimda razalacheniya qilsin, qizi ko'timdan kir qidirsin, lekin ishoninglar, men hali uncha ko'p material izlaganim yo'q. Shunchaki yuzaki analiz qilib 4 soatda bu ssenariyni yozib tashladim. Keyin pastda donat linki bor. Agar xohlasanglar o'tib podpiska tashanglar menga, donat qilib yuboringlar. Donatga pul lazım bo'lsa podpiska qilinglar. Men kanalimga, Telegramimga prosta neftema tiqib ketdim. Shtobi men o'zimni dalchi fikrimni bildirishimdan oldin o'rtada men prosta o'zim reklama qilib ketishim kerak edi. Shuning uchun editor sizlar naxoyam jo'natib bo'lmaydi. Sizlar men donaterlarim sizlarga ko'ksimda. Keyin teglik degan narsa yo'q meni fikrimcha. Yoki 1000 yillab sinalgan patriot xat bo'ladi yoki 100 yil ichida dunyoni ko'tiga tiqib o'rgan matriot xat bo'ladi. Oila miqyosida ham shunaqa, yoki patriot xat oila bo'ladi yoki tenglik bilan yashirilgan matriot xat bo'ladi. Bitta joyda ikkita tizim ishlamaydi. Monarxiya bor joyda demokratiya bo'lmaydi. Shunaqa pozitsiyam tushuntirib ketdim. Bu safar prikol salgina kamroq bo'ldi. Endi keyingi safar yana bironta femkani ustidan kulganimizda meni yaxshiroq tushunasizlar. Qovunchek bratan, uzr so'rayman, o'tgan videoda neger deb pidaraslik qilib qo'ydim.